Xo'p, 2 xonali kvartira 77-seriya deydi. Pishirishdan qilingan domlar 3-qavatida joylashgan ekan. Mana bu kirish qismi. Podyezddan kirib kelamiz. Kattagina to'rt burchak holimiz mavjud. Skvoznoy planirovka bo'ladi bunaqa kvartiralarda va sanuzellari alohida bo'ladi. Mana bu joyimizga hojatxonamiz va yuvinish xonamiz. Fortichkalari bo'ladi bunaqa 77-seriyada albatta. Xo'p, ikkita xonasi mavjud. Undan tashqari oshxona joyi bor. 6 metrlik balkonimiz bor. Hozir 2 ga bo'lingan. Buni ochib oshxonani shuga chiqarsak ham bo'ladi. O'shanda 3 xonalik bo'lib qoladi. Xo'p, katta ko'cha bo'yiga Samarqand shahar eski Frunze ko'chasi, hozir Buyuk Ipak yo'li ko'chasi deydi. Mana shu oshxona joyimiz. Bu tarafga balkonimizni yarmi, oshxonamizni yana bitta xona qilib jihozlasak bo'ladi. Mana bu joyda sushilka deydi, ba'zilar xaldovka qilib ishlatadi. Xo'p, balkonimizni yana bir yarmi mana shu yerdan bo'lingan ekan. Mana buncha gipsakarton bilan bo'lingan ekan. Xo'p, ikkinchi xonamizni ko'ramiz. Birinchi ko'rganimiz zal bo'ladi, katta bo'lgani uchun va yonida yotoqxona joylashgan. Ikkinchi xonamiz, buni yotoqxona qilib ishlatamiz. Eslatib o'taman, katta ko'cha bo'yiga joylashgan 77-seriya kvartira 2 xonalik, bemalol 3 xonalikka aylantirib ishlasangiz bo'ladi. Remont talab. Mana shunaqa ko'rinishda, devorlari emulsiya qilingan, toza turibdi. Pollari ham chiroyli, akkuratnik holatda turibdi. O'rtada joylashgan kvartira 3-qavati 2 xonalik. Xo'p, qiziqqanlar zudlik bilan aloqa chiqamiz. 52 ming deyaptilar. Savdosi albatta bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqamiz.